Xo'p, 60-savol. Hisoblash laboratoriyasida 6 ta klavishli avtomat va 4 ta yarim avtomat bor. Bir hisoblash ishini bajarish davomida avtomatning ishdan chiqishi ehtimoli 0.95. Yarim avtomatni uchun bu ehtimol 0.8 ga teng. Student hisoblash ishini tavakkaliga tanlagan mashinada bajaradi. Hisoblash tugangacha mashinani ishdan chiqmaslik ehtimolini toping. Mashinani ishdan chiqmaslik ehtimolini topish kerak ekan. Xo'p. Bo'lmasa ishdan chiqmaslik ehtimoli bo'lsa 6 ta klavishli avtomat bo'lsa, uni ishdan chiqish ehtimoli necha? 0.95 mi? Ishdan chiqmaslik ehtimoli 0.5 bo'ladi. Plus narigisi 4 ta yarim avtomat bo'lsa, 0.8 ishdan chiqishi bo'lsa, ishdan chiqmaslik 0.2 bo'ladi. Keyin jami 10 ta mashina bo'lib paslar. Nima bo'ldi endi shuni hisob kitob qilinglarchi? 0.3 plus 0.8 taqsim 10. Yoki javob 0.12 bo'ladi. 11. %11 chiqadimi? Ustoz, ana shu 0.95 deb olmaymizmi? Ishdan chiqmaslik degan-ku. Ha, chiqmaslik ehtimoli degan. Men teskari chiqish ehtimoli deb o'ribman. 0.95 bilan 0.8 olar ekanmiz. Hisoblab ko'raylik, zapis ketyapti-yu. 0.8 taqsim 10. 0.6 kara 0.95 i plus 0.4 kara 0.8. Sizlar borsizlar, yordam berasizlar. Nechi? Buni bitta yetsam, bitta bola noto'g'ri dedi. Keyin o'zing yechib berchi desam, men mana qilib yechdim. Mana qilib yechib tashlavoribdi. 0.89 ekan.